Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilarim. Bugungi mavzuyimiz nafaqat keksa avlod vakillari, balki ularning farzandlari, nabiralari umuman olganda butun jamiyatimiz uchun juda muhim va dolzarbdir. So'nggi paytlarda pensiya tizimida va nafaqaxo'rlarga bo'lgan talablar borasida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Bugun men sizga nafaqaxo'rlar uchun javobgarlikning kuchaytirilishi mavzusida batafsil ma'lumot beraman. Bu har birimiz bilishi shart bo'lgan ma'lumotlar. Shuning uchun darhol kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu video ko'proq odamlarga yetib borishi va ular ham xabardor bo'lishi uchun muhim. Asosiy muammo shundaki, avvallari pensiya tizimi ancha sodda edi. Nafaqaxo'rlar asosan o'z pensiyalarini olishar, qo'shimcha daromadlari yoki turmush sharoitlaridagi o'zgarishlar haqida hisobot berish masalasi unchalik qattiq nazorat qilinmasdi. Ko'pchilik o'zini men allaqachon pensiyada bo'lsam, davlatdan nima yashiraman deb o'ylardi. Ko'plab holatlarda nafaqaxo'rlar qo'shimcha ish qilsalar yoki qandaydir daromad olsalar ham bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermasliklari odatiy hol edi. Ba'zan bu qasddan yashirilgan ma'lumotlar emas, balki shunchaki tizimning soddaligi, talablarning aniq belgilanmaganligi yoki hatto ma'lumotsizlik oqibatida yuzaga kelardi. Masalan, ba'zi keksa yoshdagi fuqarolar o'z uylarining bir qismini ijaraga berishdan tushgan pulni yoki bog'dan sotilgan hosilni daromad deb hisoblamasliklari mumkin edi. Yoki bo'lmasam jismoniy shaxs sifatida kimdir uchun xizmat ko'rsatib, kichik haq olganda bu ham rasmiy daromadga kirishini bilmasdilar. Davlat organlari ham bunday mayda holatlarga unchalik chuqur e'tibor qaratmasdi. Asosiy e'tibor yirik qonunbuzarliklarga qaratilgan edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Davlat pensiya tizimini yanada shaffof va adolatli qilish, budjet mablag'laridan samarali foydalanish maqsadida bir qator qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritdi. Endilikda nafaqaxo'rlar o'zlarining moliyaviy ahvoli, daromadlari va hatto turmush sharoitlaridagi o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini muntazam xabardor qilishga majburdirlar. Bu majburiyat endi shunchaki tavsiya emas, balki qonuniy talabga aylandi. Buning sabablari ko'p. Birinchidan, davlat budjeti har bir tiyinni samarali sarflashga intilmoqda. Ikkinchidan, ayrim fuqarolar afsuski qonuniy imtiyozlardan noqonuniy foydalanishga urinishlari sababli nazorat kuchaytirilgan. Uchinchidan, adolat tamoyilini ta'minlash, ya'ni haqiqatan ham muhtoj bo'lgan shaxslarga yordam berish va shu bilan birga imkoniyati borlarga esa o'z-o'ziga g'amxo'rlik qilish mas'uliyatini yuklash maqsad qilingan. Bu o'zgarishlar nafaqat pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin, balki qo'shimcha imtiyozlar, subsidiyalar va boshqa ijtimoiy yordam turlarini olish huquqiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Endi pensiya jamg'armasi turli davlat organlari, soliq xizmati, kadastr agentligi, ish bilan ta'minlash xizmati, banklar va boshqalar bilan ma'lumot almashish tizimini kuchaytirdi. Bu esa nafaqaxo'rlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yanada aniqroq tekshirish imkonini beradi. Keling, endi bu o'zgarishlarni chuqurroq ko'rib chiqaylik. Kimlar bu masaladan tashvishlanishi kerak va kimlarning xavotir olishiga hojat yo'q. Birinchidan, shuni bilish kerakki, har bir nafaqaxo'rning o'z pensiyasi bor va bu pensiya uning asosiy daromadi hisoblanadi. Agar siz faqatgina davlat tomonidan tayinlangan pensiyangizni olib yashayotgan bo'lsangiz va boshqa hech qanday qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lmasangiz, sizning holatingizda katta o'zgarishlar bo'lmaydi. Ya'ni agar siz rasman hech qayerda ishlamasangiz, uy-joy ijarasidan daromad olmasangiz, mulk sotish yoki qimmatli qog'ozlardan foyda ko'rmasangiz, sizga nisbatan yangi talablar amalda qo'llanilmaydi. Siz o'zingizning odatiy hayot tarzingizni davom ettirasiz. Ammo quyidagi toifadagi fuqarolar albatta tashvishlanishlari va o'z vaziyatlarini qayta ko'rib chiqishlari kerak. Nega? Ishlaydigan nafaqaxo'rlar. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan so'ng ham rasman ishlayotgan bo'lsangiz, ya'ni ish stajingiz davom etayotgan bo'lsa, sizning pensiya miqdoringizni hisoblashda o'ziga xos qoidalar mavjud edi endilikda. Agar siz ishlashni davom ettirsangiz va pensiya jamg'armasini bu haqda xabardor qilmasangiz yoki sizning ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga muntazam yetkazilmasa, pensiya to'lovi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, 65 yoshli muhtaram ayol o'zining pensiyasiga qo'shimcha ravishda xususiy bog'chada enaga bo'lib ishlaydi va har oy 1.500.000 so'm oylik oladi. Agar u bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermasa va jamg'arma buni soliq qo'mitasi orqali bilsa, muhtaram ayolning pensiyasi to'xtatilib, ortiqcha to'langan mablag'lar undirib olinishi mumkin.
Avvallari bu holatlar shunchaki aniqlanganda kelajakdagi pensiya hisobiga hisoblanishi mumkin edi. Hozir esa agar yolg'on ma'lumot berilgani yoki ma'lumot yashirilgani aniqlansa, jarima choralari qo'llanilishi ham mumkin. Qiy qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar. Bu nafaqat rasmiy ish haqi, balki boshqa turdagi daromadlarni ham o'z ichiga oladi. Misol, 7 yoshli o'g'loy buvi o'zining bir xonali uyini talabalarga 2 ming so'mga ijaraga bergan. Agar u bu daromadni soliq organlarida rasmiylashtirmagan va pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsa, bu ham qonunbuzarlik hisoblanadi. Pensiya jamg'armasi kadastr ma'lumotlari va aholi ro'yxati orqali bunday holatlarni aniqlashi mumkin. Yoki 68 yoshli Komil bobo yoshligidan chilangarlik kasbiga usta bo'lib, nafaqaga chiqqach ham qo'ni qo'shnilarga kichik remont ishlari qilib berib, oyga o'rtacha 700 so'm pul topadi. Agar u bu daromadni o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida rasmiylashtirmagan bo'lsa, bu ham nazoratga tushadi. Katta ehtimol bilan u o'z-o'zini band qilgan fuqaro sifatida ro'yxatdan o'tishi va tegishli soliqni to'lashi kerak bo'ladi. Ayrim nafaqaxo'rlar o'z yer uchastkalarida dehqonchilik qilib, hosilni bozorda sotib daromad topishadi. Masalan, 75 yoshli Gulnora momo o'zining kichik issiqxonasida limon yetishtirib, har chorakda 5 ming so'm atrofida foyda ko'radi. Agar bu daromad doimiy va katta hajmdagi daromad manbai bo'lsa, uni ham rasmiylashtirish va soliq to'lash talab etiladi. Aks holda bu ham tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Qimmatli qog'ozlar, depozitlar yoki banklardagi foizli jamg'armalardan olinadigan daromadlar ham hisobga olinishi kerak. Agar sizning bankdagi omonatingizdan har oy 500 ming so'mdan ortiq foiz tushsa, bu ham sizning daromadingiz hisoblanadi va ba'zi turdagi ijtimoiy yordamlar uchun ariza berganingizda bu daromad ko'rsatilishi shart. Qo'shimcha imtiyozlar va subsidiyalar oladigan nafaqaxo'rlar. Davlat tomonidan beriladigan turli imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar, bepul dorilar, transportda yurish uchun imtiyozlar yoki uy-joy sharoitini yaxshilash uchun yordamlar. Bu imtiyozlar ko'pincha fuqaroning daromadi yoki mulkiy ahvoli asosida beriladi. Agar siz bunday imtiyozlarni olsangiz va keyin sizning moliyaviy ahvolingiz o'zgarsa, masalan, sizga farzandingiz katta pul sovg'a qilsa yoki siz boshqa bir mulkka ega bo'lsangiz, siz bu haqda tegishli organlarni xabardor qilishingiz shart. Misol uchun, 6 yoshli Dilobar opa kommunal to'lovlar uchun subsidiya olardi. Uning o'g'li chet eldan qaytib, unga katta miqdorda pul jo'natdi. Agar Dilobar opa bu pulni olganidan keyin subsidiya olishda davom etsa va bu holat aniqlansa, subsidiya to'xtatilishi va ortiqcha to'langan mablag'lar qaytarib olinishi mumkin. 4. O'zining qaramog'ida shaxslar bo'lgan nafaqaxo'rlar. Ba'zi nafaqaxo'rlar o'zlarining kichik yoshdagi nabiralariga vasiylik qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa, nogironligi bor oila a'zosiga qarab, uning pensiyasiga qo'shimcha pul olishi mumkin. Bu holatlarda ham qaramog'idagi shaxsning ahvolida yoki moliyaviy holatda o'zgarish bo'lsa, bu haqda zudlik bilan xabar berish talab etiladi. Agar nogironligi bor shaxsning sog'lig'i yaxshilanib, unga nogironlik pensiyasi bekor qilinsa, unga qarab turgan nafaqaxo'rning ham qo'shimcha to'lovlari to'xtatiladi. Bu holat yashirilganda esa huquqiy oqibatlar yuzaga keladi. Shuni ta'kidlash joizki, yuqoridagi vaziyatlar sizga taalluqli bo'lmasa, ya'ni siz faqat pensiyangizni olib yashasangiz va boshqa daromad manbalaringiz bo'lmasa, xavotir olishga hojat yo'q. Sizning pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingizga yoki qo'shimcha hujjatlar taqdim etishingizga ehtiyoj yo'q. Endi esa ushbu yangi qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida so'z yuritaylik. Birinchi tuzoq: ma'lumot yetishmasligi yoki ma'lumotlarning eskirganligi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar, ayniqsa keksa yoshdagilar, internetdan foydalanmasligi yoki yangi qonunlar haqida ommaviy axborot vositalari orqali yetarli ma'lumot olmasligi mumkin. Natijada ular bilmasdan qonunbuzarlikka yo'l qo'yishlari mumkin. Masalan, 72 yoshli Sobir bobo sobiq kolxozchilarning yerida o'zining sotiq yerini ijaraga berib, yiliga bir marta 3 ming so'm oladi. U bu daromadni deklaratsiya qilish kerakligini bilmasligi mumkin. Pensiya jamg'armasi esa kadastr ma'lumotlaridan va ijaraga berish shartnomalaridan bu haqda bilib qolsa, Sobir bobo jarimaga tortilishi mumkin. Ikkinchi tuzoq: oilaviy daromadlar va sovg'alar. Ba'zan nafaqaxo'rning daromadi o'zgarmaydi, ammo uning oila a'zolarining daromadi keskin o'sishi mumkin. Ayrim ijtimoiy yordam turlari, masalan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqalar,
oilaning umumiy daromadi asosida belgilanadi. Agar siz bunday nafaqa olayotgan bo'lsangiz, farzandingizning yoki turmush o'rtog'ingizning daromadlari oshishi ham sizning huquqingizga ta'sir qiladi. Masalan, 62 yoshli Zuhra opaning eri o'tgan yili ish topib, oyiga 40 ming so'm oylik olishni boshladi. Zuhra opa esa kam ta'minlanganlik bo'yicha har oy 30 ming so'm nafaqa olardi. Agar u erining daromadi oshgani haqida xabar bermasa, uning oilasi aslida kam ta'minlangan hisoblanmasa ham u nafaqa olishda davom etgan bo'ladi. Bu ham keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. Shuningdek, katta miqdordagi sovg'alar, masalan, farzandlar tomonidan uy sotib olishga berilgan pul yoki katta avtomobil sovg'a qilinishi ham sizning mulkiy holatingizni o'zgartirishi va ayrim imtiyozlarga bo'lgan huquqingizni bekor qilishi mumkin. Bu albatta har bir holatda individual ko'rib chiqiladi. Lekin bu kabi o'zgarishlarni yashirish kelajakda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. 3-tuzoq: raqamli aktivlar va virtual daromadlar. Bugungi kunda ayrim keksa avlod vakillari ham internetdan foydalanib, kichik onlayn ishlardan daromad topishlari mumkin. Masalan, onlayn savdo platformalarida qo'l mehnati mahsulotlarini sotish, blog yuritish yoki hatto ba'zi bir kriptovalyuta operatsiyalari. Bu turdagi daromadlar ham rasmiy hisobga olinadi va pensiya jamg'armasiga ma'lum qilinishi kerak. Aks holda bu ham tekshiruvga tushishi va muammolarga olib kelishi mumkin. Bu ayniqsa yoshroq nafaqaxo'rlar uchun dolzarb. 4-tuzoq: noto'g'ri ma'lumot berish yoki ma'lumotni to'liq taqdim etmaslikning oqibatlari. Endilikda, agar nafaqaxo'r pensiya jamg'armasiga ataylab noto'g'ri ma'lumot taqdim etsa yoki muhim ma'lumotlarni yashirsa, unga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishi mumkin. Bu faqatgina ortiqcha to'langan pensiyani qaytarib olish bilan cheklanmasdan, ma'muriy javobgarlikka tortish va ba'zi hollarda hatto jinoiy javobgarlikka tortishgacha bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar nafaqaxo'r haqiqatda ishlashda davom etsa, lekin bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermasa va ish haqi olib, pensiya ham olayotgani aniqlansa, ortiqcha to'langan pensiya miqdori undiriladi. Agar bu holat takrorlansa yoki yirik miqdordagi mablag'lar haqida so'z yuritilsa, sud orqali undirish va jarima choralarini qo'llash mumkin. Ba'zi hollarda, agar qasddan sodir etilgan firibgarlik holati aniqlansa, masalan, soxta hujjatlar bilan pensiya olishga uringan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. 5-tuzoq: sog'liq holatidagi o'zgarishlar. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun bu ayniqsa muhim. Agar sizga berilgan nogironlik guruhi vaqtincha bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tganingizdan so'ng sizning nogironlik darajangiz o'zgarsa yoki butunlay olib tashlansa, bu haqda zudlik bilan pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Aks holda sizga ortiqcha to'langan mablag'lar talab qilinadi. Endi esa eng muhim qism nima qilish kerakligi haqida amaliy maslahatlar. Siz bu masalalarda qiynalmasligingiz uchun quyidagi aniq qadamlarni bajaring. 1. Hujjatlaringizni to'g'ri tahlil qiling va tartibga soling. Birinchi navbatda pensiya guvohnomangiz, pasportingiz va barcha daromadlaringizni tasdiqlovchi hujjatlarni agar mavjud bo'lsa ko'rib chiqing. Agar siz ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangizning nusxasi va ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni tayyorlab qo'ying. Agar uy-joy yoki boshqa mulkni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, ijara shartnomasining nusxasi va ijara haqi to'g'risidagi kvitansiyalarni yig'ing. Bank hisob varaqlaridagi pul o'tkazmalari, omonatlar va ulardan tushgan foizlar haqidagi ma'lumotlarni ham nazorat qiling. Ba'zi banklar har chorak yoki yil yakuni bo'yicha hisobot berishi mumkin. Ushbu hisobotlarni saqlab qo'ying. 2. Pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga murojaat qiling. Agar sizda biron bir noaniqlik yoki shubha bo'lsa, eng to'g'ri yo'l yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga shaxsan borib murojaat qilishdir. Mutaxassislar sizning vaziyatingizni tushuntirib berishadi va qanday hujjatlar taqdim etishingiz kerakligini aytishadi. Borishdan oldin savollaringiz ro'yxatini tayyorlab oling. Shunda hech narsa unutib qoldirmaysiz. Masalan, menda qo'shimcha daromad bor. Bu haqda qanday xabar berishim kerak? Yoki oilamizning moddiy ahvoli o'zgardi. Bu pensiyamga ta'sir qiladimi? Kabi savollarni berishingiz mumkin. Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Daromadingiz o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, yangi ishga kirganlik to'g'risidagi buyruq nusxasi, mehnat shartnomasi, ijara shartnomasi, bankdan olingan omonat foizlari to'g'risidagi ma'lumotnoma. Mulkdagi o'zgarishlarni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, sotilgan yoki sotib olingan mol mulkning hujjatlari,
oilaviy ahvoldagi o'zgarishlarni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, farzandning ishga kirganligi, nikoh, ajrashish yoki vafot etish to'g'risidagi guvohnomalar. Nima yozish kerak? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda ular sizga maxsus ariza shaklini berishlari mumkin. Ushbu arizada siz o'z shaxsingiz, pensiya raqamingiz, shuningdek daromadingiz yoki turmush sharoitingizdagi o'zgarishlar haqida aniq ma'lumotlarni ko'rsatishingiz kerak. Eng muhimi, har doim haqiqatni yozing va hech narsani yashirishga urinmang. Bilmasdan sodir etilgan xato qasddan qilingan firibgarlikdan ancha yengilroq oqibatlarga olib keladi. Arizangizni 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasini qabul qiluvchi shaxsning imzosi va sana bilan sizda qoldirishni so'rang. Bu sizning murojaatingiz tasdig'i bo'lib xizmat qiladi. 5. Raqamli savodxonlikni oshiring. Agar imkoningiz bo'lsa, elektron hukumat portali my.gov yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini o'rganing. Ba'zi ma'lumotlarni onlayn tarzda ham taqdim etish yoki o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati mavjud. Farzandlaringizdan yoki nabiralaringizdan bu borada yordam so'rang. Doimiy monitoring. O'z daromadingiz va moliyaviy holatingizni muntazam ravishda kuzatib boring. Har qanday muhim o'zgarish yuz berganda zudlik bilan pensiya jamg'armasini xabardor qiling. O'zgarish yuz bergan kundan boshlab odatda 10 kun ichida xabar berish talab etiladi. Aziz do'stlar, shuni unutmangki, bu qoidalar sizni qiynash yoki nazoratni kuchaytirish uchun emas, balki tizimni yanada adolatli va shaffof qilish uchun joriy etilgan. Ochiqlik va shaffoflik har doim eng yaxshi yo'l. O'z mas'uliyatingizni anglab, qonun talablariga rioya qilish orqali siz o'zingizni kutilmagan muammolardan himoya qilasiz. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollarga javob bera oldik. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa, ularni sharhlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizning jamoamizni qo'llab-quvvatlashning eng yaxshi usuli. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.